Elmurod akamning gaplarini yaxshilab eshitinglar-da, keyin gapirilgan gaplarni biz ozgina to'g'rilab ketamiz. Yaxshilab eshitinglar. Lekin Real 5 marta ham yutgan Padret. Hech kim gapirmaydi. Realchilar o'zi ham gapirmaydi. Nimaga? 5 marta Chempionlar Ligasini Padret yutgan. Bu paytda ularni dodasi ham ko'rmagan bo'lsa kerak bu narsani. Yo'q, u paytda 8 ta klub o'ynagan, eng mashhur klub Panathinaikos. Juventus, Barsa, Inter, Liverpool, Milanlar o'ynamagan. Mana menda o'sha gapiradigan Real Madridda 5 marta Padret o'sha legendarniy Chempionlar Ligasini yutgani haqida. To'g'ri, men u paytda bo'lmaganman, mana Dodam ham bo'lmagan o'sha bola aytganda, lekin statistikalarga qarab chiqdim. Siz hozir aytyapsiz, eng kuchli klub Panathinaikos bo'lgan deyapsiz, Milan, Barsalar, ya'ni qatnashmagan deyapsiz, lekin 1958-yilda Real shu 5 ta Chempionlar Ligasini 3-sini qo'lga kiritganda finalda Italiyani Milan klubini yutgan ekan. Shunda bu Italiyani Milan klubi emas, uni maktabi bo'lganmi? Keyin yana bitta statistikaga ko'zim tushib qoldi. Real o'sha 5 ta Chempionlar Ligasini 5-sini yutganida 1960-yilda yarim finaldan Kataloniyani Barselona klubini chiqarib yuborgan ekan. Bernabeuda 3-1 ga yutib, Camp Nou'da 3-1 ga yutib, o'sha hisobda 6-2 ga Barsani uchirib yuborgan ekan yarim finalda. Keyin finalga chiqib, Eintrachtni 7-3 ga yutgan ekan. Shunda hozir yarim finaldan chiqarib yuborgan Barselona bu Ispaniyaning Barselonasi emas, u qatnashmagan unda, to'g'rimi? Bu statistikalarni, bu rasmlarni men o'zim yasab yoki o'zim to'qib chiqazayotganim yo'q. UEFAning rasmiy sahifasiga kirib fakt bilan gapiryapman. Real Madrid 5 marta Chempionlar Ligasini yutgan bo'lsa, o'sha 5-sida siz yoqtirgan klub Barselona yarim finaldan uchirib yuborgan, 3-marta yutganda finalda o'sha Italiyani Milan klubini ham mag'lubiyatga uchratgan. Bu degani, kuchli klublar bo'lmagan degani emas. Gapingizni to'g'rilab ketdim xolos.